Alaykum do'stlar. Men hozir geofizikadaman. Mana yonimda uy egalari Sherali aka turibdilar. Sherali aka, keling, hammaga foydali bo'lishi uchun qanaqa savollaringiz bor? Mana bugun men imoratingizni ko'rishga keldim. Umumiy izolyatsiya, termoizolyatsiya bo'yicha bemalol savollaringizni bersangiz hammaga foydali bo'ladi. Shu videoni ko'rganlar ko'p savollarga mana shu videodan javob olishini xohlayman. Bemalol. Batafsil tushuntirib bersangiz demoqchi edim. Da, siz boya savol berdingiz, birinchi qavatni o'ziga cho'pil-po'l qilib, tepaga qamasam bo'ladimi? O'shani men sizga tushuntirib beraman qisqa qilib. To'ppa-to'g'ri bo'ladi. Cho'pil-po'lni XPS bor. Cho'pil-po'l birinchi qavatni o'ziga qilib turib, tomni izolyatsiya qilsak, yaxshilab. O'shanda ikkinchi qavatingizga cho'pil-po'lni tagiga hech qanaqa izolyatsiya qo'yish shart bo'lmaydi. Men sizga tushuntirib beraman. Chunki biz havoni isitamiz. Siz bilan mana cho'pil-po'lda biz havoni isitamiz. Umuman radiatorda o'sha havo konveksiya tepaga ko'tariladi. Ya'ni biz uni qanchalik tepada izolyatsiya qilsak, tashqi tarafdan chiqib ketmasligini. Shuni hisobiga boyagi issiqlik pastga qaytaveradi. Ya'ni oddiy qilib tushuntiryapman. Shunga bizga cho'pil-po'l birinchi qavatga qilinib, keyin tagiga XPS qo'yiladi. Hozir penaplex deb tushunamiz ko'pchilik. 5 lik tavsiya qilaman kamida. Keyin shunda ikkinchi qavatingizga cho'pil-po'l tagiga izolyatsiya qo'yish shart bo'lmaydi. Ya'ni tushundingiz-a? Cho'pil-po'l qilish ham shart bo'lmaydi. Agar mabodo qilaman desangiz, izolyatsiya shart emas, lekin birinchi qavatni qanchalik biz isitib, pollarini cho'pil-po'l qilib turib, keyin fasadlarni men tushuntirgandan keyin yaxshi qalinliklarni, to'g'ri qalinliklarni siz shoshmasdan tanlasangiz, ana o'shanda keyin biz tomni yaxshilab izolyatsiya bersak, hozir mana lomboz hali tepaga chiqmadim, lekin kamlik qilishi mumkin. 15 santimetr. Qachon qilgansiz? Shu kuzda mana shu oldin. Kuzda qilingan, ha? Tushunarli. Xo'p, uni ham men o'zi snipda bordi, har bitta qavat, har devori qanaqa qalinlikda bo'lsa, qanchalik biz issiqlikni qaytarib olamiz yoki tashqi tarafdan sovuqlikni kirgizishni oldini olamiz. Ana o'shandan keyin men o'lchab beraman, sizga maslahatlar beraman. Siz agar o'zingiz komfortingiz uchun haqiqatdan mana shu energiyani tejab qo'raman desangiz, xudo xolasa men qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Endi fasadga keladigan bo'lsak, demak, qalinliklar hozir zavodlar bemalol hamma qalinliklarni chiqarib beryapti. Imkon qadar tushuntiraman. Bugun ham ertalab telefon bo'ldi. 5 likni o'zida bo'ladimi, bo'lmaydi? Okey, bo'ladi dedim, yo'qdan ko'ra. Endi oddiyroq tushuntirishga harakat qilaman. Lekin mana bir oylarda, 2 oylarda yana gaz, elektr narxi oshishi mumkin. Biz qanchalik oddiyroq qilib aytaman, qanchalik izolyatsiyani qalinroq qilib, lekin devorni hisobidan, devorni qanaqa materialdan bo'lganidan kelib chiqqan holda, mana ko'pchilik yana bitta narsani aytayapti menga. Suvoqdan oldin izolyatsiya qilib yubormoqchiman aka, ishim bittada bitib qolarmikan deb. Shunaqa uy egalari ham bor. Yo'q, men qaytanga tushuntiraman. Ba'zi imoratlarda suvoq qilish shart. Bir 95% mani opitimdan kelib chiqqan holda izolyatsiyadan oldin suvoq qildirish shart. Uni ham keyingi videolarda tushuntirib beraman nimaganligini. Biz qalinlikni bo'yicha tavsiya beraman, tushuntiraman. Keyin menda narxlar men ishlatadigan materiallardan kelib chiqman. Masalan uchun местный smeslar bor. Hozir mana Cerezit, Vitanit, Bergau degan yaxshi smeslar bor. Kleylari ham armirovkalari ham o'shandan kelib chiqib, xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Oldin sizga konsultatsiya beriladi. Siz qanchalik o'zingizni komfortingizni qadrlashingizni aytasiz, aniqlaymiz, hisoblaymiz. Ana o'shandan keyin bemalol sliflarni o'rinlari tushuntiriladi. Misol uchun mana kronshtaynlar bu yerda bor, o'sha qalinliklardan kelib chiqqan holda chiqariladi. Keyin mana bu yerda bitta ikkita joyida eshiklarni o'zgartiraman do'st. Tambur qilaman deb juda ham to'g'ri o'ylagansiz. Men qo'llab-quvvatlayman. Keyin mana bu astikleniya bo'ladi, bu zonalar ham. Ha, bu yoqda ham astikleniya bo'ladi. Bo'lgani uchun termo zakaz qilinadi. Keyin spetsialni ochib yopishlariga, Xudo xolasa o'sha xizmatlarimizni biz testdan o'tkazib beramiz. Hozir birinchi etajimizga romla kelgan, endi ikkinchi etajimizga romla ham yetib kelsa, undan keyin qo'ydirib shu izolyatsiya bo'lishini, ya'ni rom ustanovka bo'layotganda siz
o'sha videolaringizda tushuntirib bo'layotgandek Da. qilib izolyatsiya qilib Da. откосlarni olib Mana hozir sizni suv olgan, juda ham zo'rki. Mana oynani откосларning ichi ham suv olgan. Xuddi shunaqa qilib tashlab beryapman men hamma imoratlarga. İçlarini откоslarini suvatib beringlar. Oynaromchilarga ham. Lekin bizni откосga o'sha aytdim-ku 1 kvadrati hozir bizda texnadzorlik $5 bo'lyapti. Ya'ni o'sha montaj paytida bizni texnadzorlikni qilib beramiz. Oynaromlarning to'g'ri ustanovkasini ta'minlab beramiz. Undan keyin откосga ham nima materialda qilayotganimizni ham tushuntiraman. Qancha qoldirishlarni juda ham bir-biriga bog'liq. O'shaning uchun biz aralashyapmiz. Oynaromchilarni ham tepasida turib, ularga ham tushuntirib, mana ertaga gidrometsentrda biz oynaromchilarga maslahat berdik, to'g'rilab berishdi. Ertaga yana mana uy egasi bilan gaplashib, testni yana boshqatdan o'tkazib beramiz. Agar u yerda oynaromda defekt bo'ladigan bo'lsa, oynaromchilar o'zi to'laydigan bo'ldi test pulini. Yo'q, hammasi yaxshi bo'lsa, ko'ngildagidek uy egasini o'zlari to'layman deb baraka bo'ldi. Ko'rsa qanchalik odamlar tushunyapti, bu narsani biz ham xursandmiz. Оборудование ham ishlayapti, mutaxassislar ham biz o'zimiz maqsadga erishyapmiz. Haqiqatdan maqsadim ham shu. Просто tak, oke, mamd bo'ladi, bot bo'ladi deb yopib ketavermayman. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat sizga ham.